Safar. G'ada muskusi. 16-qism. Kiruya va muqaddas tog'. Tog'li bir shahar bo'lgan Kiruyada sayohat qilar ekanman. Shaharning eng go'zal joyi siniq toshlardan qilingan eski bozor ekanligini angladim. Bozorda qo'lda to'qilgan gilamlardan albanlarga xos bosh kiyimlargacha, har biri san'at asari bo'lgan rasmlardan qo'lda yasalgan sumkalargacha ko'pgina hadyalik buyumlar sotiladi. Kiruyada bir qancha soat kezganimizdan so'ng viloyatning eng yuksak tog'laridan biri bo'lgan Kiruya tog'iga chiqa boshladik. Ulovimiz do'ngliklar, tik qoyalar bilan o'ralgan yo'llarni oshib, bektoshiylar uchun muqaddas hisoblangan tog'ga yetib keldi. Tog'ning eng cho'qqisidan bektoshiylarning muqaddas g'orlari tomon tushdik. Bektoshiylar g'orning devorlarini o'pib, hattoki g'orlarga sajda qilishadi. G'orni shunchalik muqaddas deb hisoblaganlarining sababi Bektoshiy pirlariga oid bo'lgan atrofdagi mozorlardir. Shimol go'zali. Kiruyadan keyingi bekatimiz esa Albaniyaning shimolidagi eng ahamiyatli shaharlaridan biri hisoblangan Shkodra shahri bo'ldi. 500 yilga yaqin Usmoniylar tarkibida bo'lgan Shkodra o'lkaning eng muhim tijorat va madaniyat markazlaridan biridir. Shkodradagi binolarning aksariyatida italyan me'morchiligi aks ettirilganligiga shohid bo'lmoqdaman. Buning sababi esa menimcha Shkodra Italiyaning port shaharlariga chegaradosh bo'lganligida. Shkodrani kezar ekanman diqqatimni tortgan boshqa bir bino Albaniyaningina emas, Bolqon yarim orolining eng go'zal masjidlaridan biri bo'lib hisoblangan Abu Bakr masjidi bo'ladi. 1995-yil turk me'morchiligi o'rnak olinib insho etilgan masjid kommunizm davrida buzilib tashlangan boshqa bir masjidning o'rniga qurilgan ekan. Shkodragacha kelgan ekanman. Tariximizda muhim bir o'rni bo'lgan Shkodra qal'asini ham ziyorat qilmoqdaman. Qal'aning yana bir ismi Ro'zafa. Bu yer tarixda Usmoniy qo'shinlar tomonidan yangi sarhadlarni qo'lga kiritishda tayanch vazifasini bajargan. Qal'adan keyingi shahardagi oxirgi bekatimiz bo'lgan Shkodra ko'lini tomosha qilar ekanman. Tarix ichimda alamli bir huzunga aylanmoqda. Yo'qotilgan madaniyatning sog'inchini yana bir bor butun borlig'im bilan his qilmoqdaman. G'arbiy chegaradagi darvozamiz. Kommunist boshqaruvi qulashi bilan Albaniya musulmonlari erkin yashay boshlashdi. O'lkadagi omborga aylangan masjidlar yangidan ochilar ekan, vayron qilingan masjidlarning o'rniga yangi masjidlar barpo etildi. Turli fuqarolik jamiyati tashkilotlari atrofida to'plangan Albaniya musulmonlari islomiy hayot va madaniyatni qaytadan jonlantirish uchun harakat qilishmoqda. O'lka 90-yillardan so'ng asosan protestant, katolik va Yahova shohidlari kabi missionerlik faoliyatini olib borgan guruhlarning oqimiga yo'liqa boshladi. Bu guruhlar alban musulmonlarini islomdan uzoqlashtirish uchun ko'plab faoliyatlar yuritishgan va qilgan harakatlari albanlarga allaqancha ta'sir ham ko'rsatgan. Albaniyani g'arbiy darvozamiz desak ham bo'ladi, biroq yillardir sohib chiqilmagan, unutilgan bir darvoza. Agar avvalo Turkiya bo'lish bilan birga islom dunyosi Bolqon yarimorolining bu go'zal o'lkasiga kerakli e'tiborini berib, yillarning e'tiborsizlik bo'shlig'ini qardoshlik va birdamlik bilan to'ldirsa, Albaniyaning qaytadan jonlanishi hech ham qiyin bo'lmaydi. Zindiqlar shahri Parij. Agar sizga Parij haqida so'zlaydigan bo'lsam, oldin Peyami Safaning romanlaridan boshlamog'im lozim bo'ladi. Chunki bu shaharni ko'rishimdan oldin Parij deganida aqlimga Peyami Safa romanlarida bahs etilgan Shanz-Elize ko'chasi xayolimga kelar edi. Mashhur romanistning kitoblaridagi qahramonlar Istanbulning eski ko'chalari bilan Parijning hashamatli ko'chalari orasida qolgan insonlardir. O'z madaniyati bilan orasidagi rishtani uzish uchun kurashgan roman qahramoni doimo Parijda sayohat qilishni xayoli bilan yashaydi. Sharq va g'arb madaniyati o'rtasida qolgan roman qahramonlari doimo bir baxt izlovida. Ammo o'zligini yo'qotgan bu insonlar sharqlik bo'lmaganliklari kabi g'arblik ham bo'la olishmaydi. G'arbga intilgan, ayniqsa
Parijni go'yoki bir najot sifatida ko'rgan qahramonlarning oxiri baxtsizlik, o'z joniga suiqasd bilan yakunlanadi. Qadimgi Parij va musavvirlar cho'qqisi. Parijdagi birinchi tunni unchalik tinch osuda bo'lmasak-da o'tkazdik. Shahar bizni yaxshi kutib olmagan edi. Tunni shaharning chekka hududlarida o'tkazishimizga qaramasdan men aslo bundan pushaymon bo'lmadim. Aksincha, agar bu joylarni ko'rmaganimda zehnimda Parij haqida birikayotgan ma'lumotlar aslo to'laqonli chiqmas edi. Shuning uchun Parijga sayohat qilmoqchi bo'lganlarga albatta shahar chekka hududlarini ham borib ko'rishni, u yerdagi harakatchanlikka biroz bo'lsa-da qo'shilishlarini tavsiya qilaman. Parijni sayr qilishni avvalo Van Gogh, Picasso, Salvador Dali kabi mashhur musavvirlarning ko'rgazmalari joylashgan ko'plab shoir va san'atshunoslarga ilhom bag'ishlagan Montmartredan boshlashni afzal ko'rdik. Shaharning eng baland qismi sanalgan musavvirlar cho'qqisidagi muqaddas yurak cherkovining o'ng tarafi esa Parijni tomosha qila olishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi joydir. Parijga har yomg'ir yog'ishi bilan rangi yanada oqarib ketuvchi cherkov xuddi shaharning sochlari oqargan donishmandiga o'xshaydi. Musavvirlar cho'qqisidan turib Parijni tomosha qilar ekanman, aqlimga birinchi bo'lib shaharda yashab o'tgan adabiyotchi va ijodkorlar keldi. Bular orasida Victor Hugo, Balzac, Van Gogh, Picassolar o'rin oladi. Bir muddat musavvirlar cho'qqisida turib Parijni tomosha qilish ularga qanday ilhom bag'ishlay olganini o'yladim. So'ngra tarix sahifalariga sho'ng'ib ketdim. Pirene tog'laridan oshib fransuz yerlariga kirib kelgan islom armiyasi Parijga atigi 30 kilometrga yaqin masofa qolganida Poite jangi sabab yo'llari to'silib, shaharga yeta olishmagan. Ajabo, agar ular shaharni fath etishganida hozir qanday Parijda turgan bo'lardim? Bu xayollar bilan ovora ekanman, musavvirlar cho'qqisidan turib Parij shahriga Andalusiya shaharlariga o'xshash manzaralarni farazan joylashtirdim. Shu bilan Parijga yangi ruhiyat, yangi tus, yangi bir manzarani o'rnatgandek his qildim o'zimni. Parijning bir-biriga bog'lanib ketgan tomchilar bilan to'la manzarasini uzoq muddat tomosha qilib bo'lganimizdan so'ng musavvirlar cho'qqisining torgina ko'chalari bo'ylab qadimgi Parijni sayr qilishga kirishdik. Xohlovchilar uchun rasmlarini chizib beradigan musavvirlar va karikaturistlar bilan ko'chaga to'la edi. Ko'p sondagi film va seriallar suratga olingan shaharning bu bo'lagi fransuz inqilobi asnosida esa podshohning muxoliflari qal'asi bo'lgan ekan. Bir-biridan qiziq ko'ringan do'konlar, kafe va restoranlarni o'z ichiga olgan musavvirlar cho'qqisi ko'chalari bo'ylab yurayotganimda Parijda ekanligimizni endi yanada chuqurroq his qilardim. Musavvirlar cho'qqisidan istasangiz zinapoyalar bilan, istasangiz funikulyor yordamida tushib olsangiz bo'ladi. Parij ko'chalaridan avtobusda o'tib borayotganimizda goh marokashlik va jazoirlik bo'lgan yoshlarning politsiya bilan ziddiyatli to'qnashuvlariga, gohida esa sariq bayroqlarining norozilik namoyishlariga guvoh bo'ldik. Bir zamonlar fransuz inqilobi kabi insoniyat tarixining muhim voqealaridan biriga mezbonlik qilgan Parij endilikda ham notinch kunlarni boshdan o'tkazar edi. Napoleon qurdirgan g'alaba arkasi. Napoleon Bonapart Austerlitz urushidan qaytayotganda fransuz askarlariga qarab, avval g'alaba arkasining ostidan o'tib, keyin uyingizga qaytasiz degan va g'alaba arkasini insho etishni buyurgan. Shunday qilib Parijdagi eng muhim me'moriy asarlardan biri bo'lgan g'alaba arkasining qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Arka uzunligi 50 metrni tashkil qilib, ustidagi naqshlari uning qanchalar ahamiyatga ega ekanining yorqin dalilidir. Charles de Gaulle maydonidan o'rin olgan g'alaba arkasi bir qancha yo'llarning kesishma nuqtasida chorraha vazifasini bajaradi. Shaharning mutlaqo ko'rilishi lozim bo'lgan joylari ro'yxatining eng boshida mana shu arka turadi. Parij zamonaviy metro tizimiga egaligi bilan mashhur bo'lsa-da, lekin men sizga shaharni piyoda yurib sayr qilishni tavsiya qilaman. Chunki bunday shaharni piyoda yuribgina o'zingiz uchun kashf eta olasiz.
Men ham Parijni, ayniqsa shahar markazini ko'proq piyoda yurib aylandim. Sizga navbatdagi tasvirlab beradigan manzilim Parijga kelganingizda albatta sayr qilishingiz kerak bo'lgan joylarni o'z ichiga olib, uni ham faqatgina piyoda yurib sayr qilish mumkindir. G'alaba arkasini tomosha qilib bo'lgach, agarda Konkord maydoniga qarab to'g'ri yurib borsangiz, dunyo bo'yicha urfning markazi o'laroq qabul qilingan katta Shanzelize ko'chasini yuqoridan to oxirigacha oshib o'tgan bo'lasiz. Shanzelize katta ko'chasi keng yo'laklar, me'moriy jihatdan o'zgacha bo'lgan uylar, o'ng va chap taraflama joylashgan do'konlardan iborat bo'lib, dunyoning eng mashhur brendlari o'rin olgan ko'cha hisoblanadi. Bugungi haddan oshgan iste'molchilik markazlaridan biri bo'lgan Shanzelizada daromad topish va sarflash aylanasida o'tib ketayotgan hayot tarzlarini bemalol kuzatishingiz mumkin bo'ladi. G'arb insonlarning hayotini yengillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratgan, lekin doimo yanada ko'proq daromad topib, undanda ko'p sarflash insoniyat uchun aslo haqiqiy g'oya bo'la olmaydi. Chunki inson o'z hayotiga ma'no berishni istasa, avvalo insoniy va axloqiy fazilatlarga ega bo'lmog'i darkor. Sivilizatsiya bu keraksiz ehtiyojlarning cheksiz ko'payishi. Konkord maydoni va Misrdan keltirilgan tosh. Taxminan 2 kilometr uzunlikda bo'lgan Shanzelize katta ko'chasidan o'tganingizda qarshingizga Konkord maydoni chiqadi. Mahmud Ali Poshsho tomonidan fransuzlarga ishora sifatida Parijga yuborilgan mashhur yodgorlik shaharning eng katta maydonida joylashgan. Konkord maydonining pastki qismida Tuileries nomli istirohat bog'i bor. Bu yerdagi yam-yashil ko'katlar orasida sayr qilish yoki Parij sayohati asnosida charchab qolsangiz, biroz dam olib hovuz oldida hordiq chiqarish mumkin. Istirohat bog'idan o'tganingizdan so'ng oldingizda dunyoda eng ko'p ziyorat qilinadigan muzey Luvr namoyon bo'ladi. 7-asrda fransuz qirolining istiqomat saroyi qatorida barpo qilingan Luvr keyinchalik 1793-yilda muzeyga aylantirilgan. Mashhur Mona Lizaning portreti mavjud bo'lgan bu muzey ichida shu qadar ko'p san'at asari borki, Luvrni batamom tomosha qilib chiqish uchun inson bir haftasini sarflashi kerak. Ayniqsa muzeyga kirishni istaganlar bir qancha hafta ilgariroq internet orqali chiptalarni sotib olgan bo'lishlari kerak. Lekin chiptasi bor bo'lgan hamma ham muzeyga tashrif buyura olmaydi. Ba'zan soatlab, ba'zan esa yarim kun davomida navbatda turishingizga to'g'ri keladi. Agarda siz ham men kabi bunday muzeylardan ko'ra ko'chalarni, hayotni, insonlarni ustun deb bilsangiz, bunday muammolarning hech biriga yo'liqmaysiz. Parijga borganimda Luvr muzeyiga men ham bordim, lekin Luvrning ichiga kirish o'rniga uning tashqi bog'chasida vaqt o'tkazishni ma'qul ko'rdim. Shu orada muzeyning bog'chasidagi shishadan yasalgan piramida diqqatingizni o'ziga tortadi. Bu piramida Dan Brownning kitoblari orqali butun dunyoga tanilgan Da Vinci Code'da ta'riflangan o'sha piramidadir. Parijning eng go'zal joyi Sena daryosi. Luvr muzeyidan chiqqach, uning sharq tarafida joylashgan Ochiqlar ko'prigiga yetib borganingizdan so'ng endi Sena daryosining atrofida sayr qilishni boshlasangiz ham bo'ladi. Sena daryosi va uning yon atrofi Parijdagi menga eng yoqqan joylarning biri bo'ldi. Umuman olganda Parij g'amgin shahar bo'lishiga qaramay, Sena daryosi va uning atrofini sayr qilishingiz bilan hayot biroz bo'lsa-da yorqinlashganday bo'ladi. Ayniqsa peshin vaqtidan o'tib daryoning yon atrofida insonlar ko'payishi bilan Sena daryosining chekkalaridagina yurish mumkin bo'lib qoladi. Daryo bo'ylab yurar ekansiz, bir yondan daryodan kelayotgan yengil shabada sizga hamrohlik qilsa, bir yondan esa bir-biridan chiroyli binolar, kitobxonlar, musavvirlar va musiqachilarni uchratasiz. Istasangiz yo'lning tepasida, istasangiz pastki qismida yursangiz bo'ladi, lekin men sizga pastki qismidan yurishni tavsiya qilaman. Bir qancha tarixiy ko'priklarga ega bo'lgan Sena daryosida qayiq sayohati ham mavjud bo'lib, manzilni Eyfel qal'asining shundoqqina yonginasidan boshlash mumkin. Faqat men Sena daryosining atrofini oyoqlarimga og'riq kirguncha aylanganimdan so'ng o'rindiqqa o'tirgan holda yon atrofimni tomosha qilishni na qayiq sayohati va na boshqa biron narsaga alishmagan bo'lardim.